Hozirgi kunda har 10-inson qandli diabet bilan xastalangan. Bu ham aniq raqam emas, chunki belgilarsiz o'tishi natijasida juda ko'p odam bunga e'tiborsiz va o'zida qandli diabet borligini juda ko'p odam bilmaydi. Va qandli diabetning eng katta nishoni bu ko'z. Mana biz oftalmologiya klinikasida juda ko'p mana shu bemorlarni diabet orqali ko'r bo'lganini yoki diabet orqali juda katta amaliyotlar o'tkazishga majbur bo'layotganini shohidi bo'lib turibmiz. Shuning uchun ham mana bizning klinikamizda bugun bir yangi narsa paydo bo'ldi. Endi qand miqdorini o'lchash uchun bir kunda 5 marta barmoqni teshib qon olib tekshirish shart emas. Mana hozirgi kunda yangi narsa kirib kelgan Seytak degan mana shu qo'lga yopishtirib qo'yib, kun davomida har 5 minutda qandli miqdorini o'lchab, sizni telefoningizga uni raqamlarini kun davomida yuborib turiladi. Ya'ni monitoring qilib turiladi. Men klinika rahbari sifatida har doim mana shu yangi innovatsion metodlarni qo'llashdan oldin o'zimda albatta tekshirib ko'rib, keyin bemorlarga tavsiya etishga harakat qilaman. Mana endi biz mana shu telefondagi bo'lgan bitta priложение bilan shifokorim ham, o'zim ham o'zimning sog'ligimni nazoratda ushlab tura olamiz. Bizning innovatsion klinikamiz mana shunday yangi innovatsion metodlarni har doim kiritishga harakat qiladi va bemalol kelib foydalanishingiz mumkin.